Assalomu alaykum. Bizani solo podkastimiz 5-soni. Biz ancha yo'q bo'lib ketdik. Bizani kuzatayotganlar buni yaxshi bilishadi. Bugungi bizning temamiz kinolardagi marketing hiylalari deb men shu mavzuni tanlashga qaror qildim. Nimaga deganda, o'zi deyarli biz ko'rayotgan hamma kinolarning ichida reklamalar bo'ladi, faqat ko'pincha biz bu narsani sezmaymiz. Katta kompaniyalar bizani eskidan, o'sha kichikligimizdan kerak bo'lsa, miyamizga qo'yib kelishadi o'zlarining reklamalarini. Balkim sizlar ko'rgandirsizlar kinolarda. Mana shu kofe brendlari reklamalari yoki kiyim brendlari reklamalari, mashinalarning reklamalari. O'shani men bitta xos terganman. Tushuntirib bermoqchiman sizlarga. Keyinchalik agar siz o'zingiz biznesingizda qo'llasangiz bo'ladimi? Ya'ni bu narsani. Shunaqa. Hozir men bu yoqda eng ko'p topoviy reklama joylashtirilgan shu paytgacha qaysi kinolar eng topda shularni men yig'dim. Top 10 taligini bitta ko'rib chiqamiz. Bu birinchisi Transformerlar degan kino ekan. 2014-yilda olingan. Xo'p, filmda eng ko'p product placement qilgan brendlar bular General Motors ekan. Bu Amerikan kompaniyasi, bilsanglar agar, Budweiser. Bular ko'pincha mashinalar bo'lgan. Mashinalar o'zini mana shunaqa kinolarning ichiga tiqib reklamani joylab olib ketishadi. Nimaga deganda, buni o'zini har xil sabablari bor. Kinoni ko'rayotgan paytingizda siz uni reklamaligini sezmaysiz. Misol uchun televizorda yoki boshqa joyda internetda bannerlarda reklamani ko'rsak, bizani g'ashimiz kelishi mumkin. Chunki hamma joydan bizani qo'shib olgan. Kino ko'rayotgan paytimizda bizani miyamizda kutib bo'lmaydi, ya'ni hozir reklama qo'yib yuboradi. Ayniqsa agar uni kinoteatrda ko'rayotgan bo'lsak. To'g'rimi? Hozir bu reklama qo'yib yuboradi yoki mana bu odam kinoning ichidagi aktyor chiqib nimadir reklama qiladi degan kutib bo'lmaydi. Shuning uchun bizning miyamizda dopaminni olib mazza qilib kinoni ko'rayotgan paytida uni kiyib olgan futbolkasi, misol uchun Nike bo'lishi mumkin yoki kiyib olgan krossovkasi Nike bo'lishi mumkin yoki Adidas bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Mana shunaqa qilib bizga sekin miyamizga singdirishni boshlashadi. Kinolar agar bilsanglar, misol uchun reklamaliga nisbatan odamlarning esida ancha zo'r qolib ketadi. Mana misol uchun Gollivud ko'p kinolarida zo'r qahramonlarni, chempionlar, liderlar, boshliqlar ular ko'pincha iPhone ishlatishadi yoki Apple produktlarini ishlatishadi. Nimaga yomonlar ishlatmaydi deganda, Apple bu narsani qonun qoidasiga qat'iy qaraydi. Ma'ni yomon odamni ishlatmaslik kerak, yaxshi odamni ishlatish kerak degan. Shunaqa Victoria's Secret, Lenovo kompyuterlar texnikalarini ham o'zini reklama qilgan ekan va Chevrolet. Keyin boshqalar. Ikkinchi o'rinda Iron Man. Bu Marvel kinosi Temur odam degan, agar ko'rgan bo'lsanglar, unda Temur odam o'zi Audi R8 mashinasini minadi. O'sha paytida eng ko'p bu mashinaga taniqlilik olib kelgan kinolardan bittasi bo'lgan ekan. Undan keyin LG, keyin Burger King, ya'ni Iron Man kinosida, Temur odam kinosida. Keyin Oracle, Samsung, Coca-Cola ham ko'p kompaniyalar, Coca-Cola ham ko'pincha kinolarning ichida o'zini tiqib ketadi reklamasini. Faqat biz bu narsani sezmasligimiz mumkin. Tushunasizlar? Men yana bitta sizga plyusni aytishim mumkin. Ko'pchilik aytadi, balki qimmatdir deb. Qimmat. Qayerda chiqishingizga ham bog'liq bo'ladi bu narsa. Sizni bu narsani marketingchilarni o'zi aytishadi, o'zligi olib chiqishadi. Mana shunaqa kino bo'layotgan ekan. Yoki qisqa metrajli filmlar bo'lishi mumkin. Unaqa budjeti katta bo'lmasa. Men O'zbekistonda kimni taniyman qisqa metrajli film oladigan? Abdurahmon Mufidni tanir ekanman blogerlarning ichida. Ular ham xuddi shunaqa qisqa metrajli filmlarni olishadi. 14 minutli, misol uchun yarim soatli shunaqa filmlarni olishadi. Даже o'shaga siz joylashtirsangiz bo'ladi. Misol uchun kiyim brend bo'lsangiz agar, misol uchun Saber O'zbekistonda bor, O'zbekiston brendlaridan bittasi. Yoki Andijon Marojniy bo'lishi mumkin sizda o'zingizda. Tushunasiz? Mana shunaqa narsalarni sekin joylashtirib ketsa bo'ladi. Bu nimaga olib keladi deganda taniqlilik. Product placement. Ya'ni ma'ni marketingda o'zi pilani bilishadi marketologlar. Buni sizga marketologingiz aytish kerak, o'zi qayerga joylashtirishingiz, qaysi qahramonda qayerda bo'lishi kerak bu narsa. Ya'ni kim bo'lib ko'rinib chiqishi kerak bu produktingiz. Marketolog o'zi aytadi. Yoki sizni o'zingizni marketologingiz bo'lmasa, o'zingiz chiqib borishingiz mumkin. Shunaqa qisqa metrajli filmlarni oladigan odamlarga, men misol uchun men o'zim reklamamni, shu produktimni reklama qildirmoqchiman, sezdirmasdan kino ichiga tiqtirmoqchiman. Necha pul bo'ladi? Shunaqa. Bu narsa tabiiy ko'rinishni boshlaydi. Nimaga tabiiy ko'rinishni boshlaydi deganda, chunki har kuni har doim bizning hayotimizda uchraydigan produktlar reklama bo'ladi u yoqda.
Ya'ni sizni produktingiz, misol uchun mana shu mikrofonni yoki mana shu MacBookni men agar kinoni ichiga tiqib ketayotgan bo'lsam, bosh qahramon ishlatib turgan bo'lsa, misol uchun mana Facebook kinosi bor. O'sha yerda qarasanglar, kompyuter ishlatib turgan bo'ladi. Men agar o'sha yerga MacBookimni joylashtirsam, Apple bo'lib, bu narsa ancha tabiiy ko'rinadi. Nimaga deganda, MacBookni любой odam sotib olishi mumkin. To'g'rimi? Любой odam sotib olib ishlatishi mumkin. Butun dunyoda MacBooklar bor. Shunaqa. Bu fantastik anaqa emas. Kompyuter emas yoki imенно mana shu kino uchun ishlab chiqarilmagan. To'g'rimi? Hammada bo'lishi mumkin. Shuning uchun tabiiy ko'rinadi. Keyin qiziqishi, keyin talabni oshirish uchun ishlatishadi bu narsani. Nimaga deganda, mana misol uchun James Bond kinosi bor. Unda u faqat Aston Martinning mashinasini minadi. E'tibor beringlar, o'sha kinolarni ko'rayotgan paytinglarda faqat Aston Martinning mashinasini minadi. Aston Martin u bilan do'g'or qilgan, misol uchun katta summada o'sha kinoga pul berish mumkin. Pul berib turib, faqat meni mashinamni minadi, bu aktyor mana shu kinoda faqat meni mashinam deb sotib olish mumkin. Tushunasizlar? Xuddi shu narsani Audi Temir odam bilan ham qilgan. Eng ko'p Audi'ni minasan, faqat Temir odam kinosida emas, qasoskorlar kinosida ham buni minasan deb mashitdan tiqib borish boshlashgan. Ijobiy assotsiatsiyalarni qordirish boshlaydi. Endi bu assotsiatsiya degani nimani aytyapsiz deganda, esda qolishi. Misol uchun, zo'r bitta qahramon, Superman yoki mana shunaqa dunyoni qutqarayotgan odam sizni mashinangizni minib ketyapti. Tushunasizmi? Bu o'sha emotsiyani joylab qo'yadi. Boyagi odam miyasiga mana shu emotsiyani joylab qo'yadi. Aytayotganimdek, mazza qilib miya dopaminni olib ko'rayotgan paytida uni miyasiga sekin joylashni boshlaysiz. Ancha esda qolish kuchli bo'ladi bunda. Shunaqa brendni ko'p joylarda ko'rsatib, esda qolib ketishi mumkin. Keyin, xo'p, kinoga nima foyda meni brendimni yo'lga olib chiqishdan deganda, kino qo'shimcha daromad qilish mumkin, pul topish mumkin, budjetni kamaytirish mumkin, o'zini sarflayotgan pullarini, to'g'rimi? Chunki siz olib berasiz, realistikni oshirib beradi. Aytaman, har doim uchaydigan produktni bu yoqqa tiqib qo'yishgan bo'ladi. Mashhur misollar bormi deganda, Coca-Cola bor, Apple bor, McDonald's bor, o'zini fast foodlarni reklama qiladi. Nike bor, BMW bor, BMW, keyin Audi ko'rsatib berdim. Endi sizlarda mana shu podkastdan keyin sizlarda bitta ochki paydo bo'ladi. Nima deganda, sizlar kinolarni, videolarni ko'rayotgan paytinglarda sezdirmasdan reklama qilib qo'yishgan bo'lsa, o'shani ko'rishni boshlaysizlar. Sizlar ko'rishni boshlaysizlar. Analitik bitta instrument sizlarning miyangizda paydo bo'ladi. Shunaqa, xohlasangiz xohlamasangiz, agar men hozirga tushuntirib bera olgan bo'lsam bo'ldi. Endi shunaqa bo'ladi sizda. Shunaqa brendni mana shunaqa kinolarga integratsiya qilib qo'yishadi. Undan keyingisi Lego degan kino bor ekan. Bu yerda The Lego Movie 2014-yilda olingan. Bu kino, bu film o'ziga xos reklamadir deyapti, chunki filmning o'zi Lego brendining mahsuloti. Do'stlar, mana Legoni o'zi bu bitta brend, produkt. Kinoni o'zi ham polniy mana shu produkt haqida. Men bu kinoning istoriyasini eshitgan paytimda kichkina bitta bolacha o'zi rasmlarni chizib, o'zini miyasidagi, fantaziyasidagi ideyalarni chizib, uni video qilib YouTube'ga chiqarib yuborgan bo'ladi. Men eshitishim bo'yicha buni tekshirib ko'ringlar, fact checking qilib. Keyin Legoni ishchilari, u anaqa Legoni xodimlari shunaqa sudga chiqishadi. Bu bolani, qarochi, bizning mualliflik huquqimizni buzyapti. Yopinglar, yo'qotinglar, olib chiqmasin degan paytida o'sha paytdagi CEO, ya'ni boshqaruvchi odam, general direktor juda aqlli bo'ladi. Juda aqlli bo'ladi, aytadiki, nimaga qamoqsanlar bu bolani yoki nimaga bunga bosim qilyapsan? Bular san topishing kerak bo'lgan eng zo'r kreativ topib qo'yibdi deydi. Qanaqa kreativ deganda, bu bola kino qilib bo'tga joylayapti, bizning brendimizni mashhur qilyapti. Undan ko'ra bu bolani ishga ollaringda deydi. Kinodagi o'sha kino boshlanadi, kinodagi eng kerakli kulchoy odamlardan bittasi bo'ladi u bolacha. U bolacha bilan polni bitta komanda gaplashib, uni ideyalarini olib kinoga joylashtirishadi. Polni kino mana shu brend haqida bo'ladi. O'ylab ko'ringlar. Ana 2 soatlik siz reklamangizda bu. 2 soat davomida siz reklamani ko'rsatib, miyasiga kirib borasiz uni. Shunaqa. Keyingisi Mission Impossible. Ya'ni uddalab bo'lmas topshiriq kinosi ekan. O'sha yerda Nike o'zini juda ko'p reklama qilib olgan ekan. BMW, keyin yaqin yana bitta kino ko'rdim. Shang-Chi degan bitta kino ekan. Bola o'sha yerda BMWni M6 Competition mashinasi shunaqa u yoqqa qo'yilgan, rostdan ham
uni olgan emotsiyasi bilan va kinodagi pozitsiya shundoq bir-biriga tushgan. O'zi shunaqa bo'ladi. Nimaga deganda, BMWni qanaqa odamlar haydaydi? Boshqarish yaxshi ko'radigan, gazni bosib, mashinani tutatib haydash yaxshi ko'radigan odamlar. Ular shunaqa narsani yaxshi ko'radi. Shu emotsiyani berish xohlaydi BMW mashinalarida. U yoqda haydayotgan odam ham, qiz bolani o'zi M8 ni haydaydi, qizil mashinani. Bu yoqqa videosini qo'yib ketamiz. Bu yoqda haydayotgan mana bu qizni o'zi ham o'sha narsani ko'rsatib bergan. Rolda o'sha narsani olib chiqib bergan. Shunaqa. Salom janob, xush kelibsiz. O'zim haydayman. Hey, to'xta, qayoqqa? Keti. Hey. Keti, nima qilyapsan? Kalitni ber. Iltimos. Iltimos sendan tush. Bu mashinaga qara. Iltimos tush. Yonimga o'tir. Pachoq qilsa ikkimizni ham haydashadi, umrimizni oxirigacha pul to'laymiz. Yig'lama bolakay, unga hech nima qilmaydi. Jeff Gordonday haydayman. U kimligini bilmayman. NASCAR tarixidagi eng yaxshi poygachi. Iltimos tush dedim. Shop. 10 yillik do'stmiz. Ahmoq emasman, buni bilasan. Iltimos, o'tir. Sekin haydayman. Hop. Qarama qarshi tomondasan. Keti to'fonligini birinchi kundayoq bilgan. Keyingisi Farsach, Fast and Furious kinosi. Farsach kinosida Dodge, Nissan, Toyota, Corona, ko'rasizlar, Energy Drink, Under Armour. Bu mashinalar, bu texnikalar o'zlari reklama qilgan. Mashinalarga men o'ylayman, mana shu Farsach, tezlik zavqi eng zo'r reklama joylari deb o'ylayman. Biz hozir faqat anaqada ko'p kinolarda bo'lishi mumkin. Biz eng ko'p reklama qilgan kinolarni topib chiqdik ro'yxatini. Sizlar ham o'zingizlarni ko'rgan reklamalarni, eng zo'r, eng qiziqarli reklamalarni izohlarda yozib qoldiringlar. Spider-Man, o'rgimchak odam, uyga qaytish, No Way Home. 2021-yilda olingan ekan. Hyundai, Sony, Lacoste, Adidas. Men Lacoste sezmaganman, u yoqda qayerda reklama qo'yishgan. Sizlar bilsanglar yozib qoldiringlar. Shunaqa reklama qilishgan ekan ular. Keyingisi Man of Steel filmida 100 dan ortiq product placement ishlatilgan ekan. 100 dan ortiq o'ylab ko'ringlar. 100 tadan ko'p product placement bo'lgan. Brendlar hamma joyga o'zini joylashtirib tashlagan. Nokia, 7-Eleven bu brendlar o'zini joylagan ekan. Bu podkastimizda men ochib bermoqchi bo'lgan temalardan bittasi shu edi. Sizlar yana qanaqa foydalarini bilasizlar yoki qaysi kinolarda ko'rdinglar? Eng qizig'i, sizlar e'tibor berganmisizlar o'zbek filmlarida qaysi brendlar o'zini olib kirib reklama qilib ketgan? Men sizlarga ключевой bitta joyini aytib ketaman, o'shandan topib olsanglar bo'ladi. Korzinka allaqachon eski filmlardan 2010-2009-yildagi kinolardan o'zini reklama qilishni boshlagan. Men sizlarga bitta boya aytganimdek fishka beraman. Kinolarning ichidan boya aytgandek Korzinka o'zini ancha oldin joylashib boshlagan. Lekin buni ataylabdan qilishganmi? Ya'ni ataylabdan bu reklama joylanganmi kinoning ichiga yoki bu o'zi yo'lida bo'lib ketganmi? Ya'ni buni kino olayotgan odam ham bilmagan, reklama yo'lida ketayotganini, product placement bo'layotganini, Korzinkani o'zi ham bilmagan. Men bu narsani bilmayman. Lekin o'sha yerda product placement bo'lgan, reklama ham bo'lgan. Tushunasizlar? Qaysi kinoda bo'lgan, buni sizlar topinglar. Bu ancha oldingi, ancha eski kino. Va hozirgi o'zbek filmlarida, hind filmlarida, yapon, koreya seriallar, filmlarda qanaqa reklamalar ketyapti? Даже propagandalar, qanaqa propagandalar ketyapti? Buni ko'rsanglar bo'ladi. Ayniqsa turetskiy seriallar o'z oxirgi paytlar O'zbekiston bozorida, kino bozorida zo'r rivojlanib, bozor uchyapti desak bo'ladi. Shunaqa. Mayli, turetskiy kinolarning ichidan ham sizlarga bitta-ikkita fishkalarni beraman, men sizlarga topib olishinglar uchun. Turetskiy kinolar orqali bizani, ayollarimizni miyasiga shunaqa ta'sir qilishyaptiki, ularni oshxonalari, ularni oshxona mebellari, ularni o'sha uydagi remontlar, shu narsaga bu narsa qattiq ta'sir qilyapti. Tushunasizlar? Balkim bu o'sha turk filmlarini o'zini planidir,
yoki o'sha mebellarni ishlab chiqaradigan, texnikalarni ishlab chiqaradigan brendlar birlashib ishlashayotgandir. Buni endi analiz qilib biz bilsak bo'ladi. Qanaqa qilib biz o'zimizni brend bo'lsa, shu yerga joylashtirib ketsak bo'ladi. Balkim Artel degi marketologlar bu videoni ko'rishar, ko'rib qolishar. O'zligini texnikalarini, kinolarni ichiga solib ketishadi. Shunaqa gaplar bu videoda men sizlarga tushuntirib bera oldim deb o'ylayman. Bu instrumentni qanchalik zo'r ishlashyapti yoki qanaqa siz o'zingiz ishlatsangiz bo'ladi va nima foyda borligini men sizga tushuntirib berdim deb o'ylayman. Endi sizni vazifangiz analiz qilib topib, ko'rib va o'zingizni brend pozitsiyangizni bilgan holatda qaysi kinoda, qaysi qahramonda mani produktim yoki servisim chiqishi mumkinligini ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni o'zingizlarnikida chiqar ekan deb ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar, sog' bo'linglar, charchamanglar. Izohlarda yozib ketinglar, biz nimalarni to'g'rilasak, yana ham videolarimiz zo'r bo'lar edi, yana ham biz rivojlanardik. Like va podpisatsiya bosishni esinglardan chiqarmanglar, chunki bu bizani kanalimizni yana ham rivojlanishiga eng katta sizlar tomonidan berilgan yordamlardan bittasi bo'ladi. Shunaqa.